Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun paxtachidan yana Gujit.com haqida video qilib boshladik. Bu Gujit.com mevalarimiz deyarli barcha kasalliklar uchun to'g'ri keladi. Buni faqat doimiygina iste'mol qilib yurgan odamda aytilgan effekt beradi. Hech qanaqa odamzod kasal ham bo'lmaydi. Eskida mana surunkali keladigan kasallar, sahr deysizmi, davulna deysizmi, suyak yemirishlarini, ko'z nuridagi kasalliklar deysizmi, hammasi ketadi. Faqat doimiy iste'mol qilish kerak. Shu uchun buni tarkibi juda kuchli. 21 ta mikroelement bor, 18 ta aminokislota, 8 ta polisahar, 8 ta monosahar, 8 ta bikarotin, keyin vitaminlardan C, A, E, B1, B2, B3, B6, B9, B12, omega 3, omega 6 vitaminlarga boy. Inson sog'lom yashash uchun kerakli bo'lgan barcha vitaminlar mavjud bu Gujit.com mevalarimizda. Buni nomini Gujit.com deb o'zgartirdik. Aslida bu Yagida goji deb sotishimizga taqiq qo'yildi. O'sha uchun kimga bu Gujit.com da ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, faqat Yagida gojida ma'lumotni olish mumkin. Mana Google'da ham bor. 33 причина goji deb yozsangizlar 33 ta kasallikni haqida yozib beradi. Faqat buni nomi o'zgargan. Tarkibi shu gojin tarkibi. O'sha buni doimiy iste'mol qilib yurgan insonda odamda semirib ketish bo'lmaydi. Odam yoshartirish xususiyatlari bor. Mana umrni uzaytiruvchi xususiyatlari bor. Shunaqa deb yozsam, bir ikkitasi kommentariy yozib negativlar, men ham buni havodan olayotganim shu. Google'dan olyapman. Shu Google'da ham yozib qo'yibdi, mana 33 причина goji deganni o'qib ko'rsangizlar. Для долголетия, umrni uzaytiruvchi meva deb. O'sha uchun bular sinovdan o'tgan Yevropa, Rossiyalarda. Bir O'zbekistonda sinovdan o'tmagan. Buni nojo'ya ta'sirlari, mana 3 yoshdan pastki bolalarga mumkin emas, emizikli ayolga mumkin emas, homilador ayolga mumkin, faqat doktorning ko'rsatmasi bilan, mutaxassis ko'rsatmasi bilan. Buni tushunadigan mutaxassisning o'zi yo'q deyarli. Doktorlar buni hayotda ruxsat bermaydi. Chunki tarkibida B9 vitamini bor ekan. Bu homiladorlar uchun juda bir kerakli vitamin ekanda. O'sha uchun doktorning ko'rsatmasi yo'qmi, iste'mol qilmaslik kerak. Keyin temperatura qilgani mumkin emas. Keyin qizil narsaga allergiyasi bor insonlarga mumkin emas. Mana oshqozondan yarasi bor, qon kelib turibdi, ila gemoroydan. Unaqa paytda mumkin emas. Ayollarimiz fayz ko'rgan paytda mumkin emas. Keyin mana qo'shimcha qonni suyultiruvchi dorilarni iste'mol qilib yurish mumkin emas. O'shalarga qo'shib. Chunki o'zi qonni yaxshi suyultiradi-da. Qolgan insonlarga hammasiga to'g'ri keladi. Faqat me'yordan oshib ketmagan holda. Me'yori sutkalik normasi 30 gram. Ertalab 15 gram ovqatlanildi, qaynagan suvga dimlab ichiladi. Obedga ham 15 gram qaynagan suvga dimlab ichiladi. Ovqatdan oldin. Kechga iste'mol qilinmaydi, chunki kunduzi iste'mol qilingani kechga uyquni yaxshilaydi deyilgan. Kechqurun iste'mol qiladigan bo'lsa, uyquni qochiradi deyilgan. O'sha uchun kechqurun iste'mol qilmaslik kerak. Doimiy iste'mol qilish uchun bir ikkitagina darag'ini ekib olish kerak hovlisi. Kimda imkoni bo'ladigan bo'lsa. O'shanda oilaviy iste'mol qilish kerak. Buni o'shanda barigini ham nobud qilmaslik kerak. Barigi ham shifobaxsh. Barigini ham bitta qoldirmay iloji boricha yig'ib olib qo'yish kerak. Barigini ham shifobaxshligi yaxshi. Sog'lom odam kuniga bir mahal deyilgan. Bunaqa kasal, davlina, sahr borlar bo'ladigan bo'lsa, kuniga 2 mahal iste'mol qilinishi kerak. Quritilganini o'zini yeb yursa ham bo'laveradi. Mana qaynagan suvga dimlab ichilganning effekti yaxshi ekan. Qaynagan suvga dimlab ichilganda ham mana suv yaxlay bo'lib qolmasdan issiq ichib, mevasini yeb yuborish kerak. Bizlardagilarda mana daraxtdan uzib mevasini, pishgan mevasini yesa ham bo'laveradi. Lekin hamma daraxtdan ham uzib yeb bo'lmaydi. Bizlardagilar gibridlashtirilgan, chunki buni suvi pishib turgan mevasining tarkibida suv zaharli deyilganda. Bizlardagilar sinovdan o'tgan, yeyish mumkin. Faqat u ham me'yori bilan. Ertalabdan obedgacha bo'lgan vaqtga 10 dona, obeddan keyin kechgacha 10 dona iste'mol qilsa bo'ladi. Undan ko'plik qiladi. Hozirda mevalarimiz sotilyapti. 100 grammi 70 ming, 1 kilo olaman deganlarga optim narxi 550 ming.
dastlabkilarimiz bor barcha viloyatlar bo'yicha. Keyin ko'chatlarimiz ham sotilyapti, donasi 100 mingdan. 2 va undan ko'proq og'inlarga dastlabki qilib beryapmiz. Kelishilgan holda. O'sha uchun qiziqingizlar. Sog'lom yashash uchun Gujit.comdan iste'mol qilib turingizlar. Gujit.com deganni ma'nosiga keladigan bo'lsak, komil ishonch, tabiiy energiya, sog'lom tana degan bir ma'noni bildiradi. Sog'lom yashash uchun degan ma'no. Baribir ham tabiiy narsalar yaxshi. Asli kelajakda mana tabiiy narsalarga o'rganib oladigan bo'lsak, buni doimiy iste'mol qilursangiz aptekaga borish, aptekadan qo'shimcha dori olish umuman kerak ham bo'lmay qoladi. Chunki odam sog'lom yashash uchun kerakli barcha vitaminlar bor. Faqat kayfiyatni yaxshi qiling. Qorin to'yib ketishdan oldin ovqatni to'xtating. Hammasi joyida bo'ladi. Sog'lom yashaysiz shunda. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar.